Avvallari onalar ovqatni bolaga chaynab berishgan. O'zini ovqatini suvdan oz-ozdan ichirib qo'yishgan yoki shundoqqina qo'yog'ini solib qo'yishgan. Va yana har kuni bir xil magazin kashalarini pishirib berishgan. Lekin hozirgi zamonaviy onalarda unaqa emas. Qo'shimcha ovqat kirgizish bo'yicha ishonchsiz kurslar juda ham ko'p. Internetda ham har xil ma'lumotlar. Qo'shimcha ovqat boshlagan onalar uchun eng katta muammo nima berishni bilmaslik. Har kuni bugun nima beraman degan savol bilan qolish. Qaysi biri foydali, qaysi biri yoshiga mos tushunish qiyin. Agar siz ham bu borada qiynalayotgan bo'lsangiz, men sizga eng sodda yechim topdim. Samim Prikorim kitobi. Bu kitob faqat retseptlardan iborat emas. Unda siz bosqichma-bosqich qo'shimcha ovqatni qanday boshlashni o'rganasiz. Qo'shimcha ovqatni qachon, qaysi mahsulotlar bilan boshlash kerak, qanday qilib asosiy kimiyani kengaytirish kerak, qusish refleksi normalmi yoki yo'q, ovqatni qanday kesish kerak, bola o'zi xavfsiz yeya olish uchun qanaqa shaklda berish kerak. Eng kerakli mavzulardan biri allergiyasi bor bolajonlarga qanday yondashamiz. Yana juda muhim mavzular qattiq mahsulotlarni qanaqa berish, suyuq ovqatlar, ichimliklarni qanday ichirish, qaysi mahsulotni qachon kiritish, mevalar, oqsillar, yog'lar, uglevodlar hammasi tushuntirilgan. Hatto bolangiz noto'g'ri ovqatlarga o'rganib qolgan bo'lsa ham, bolani ratsionini to'g'irlash, korreksiya qilish ham bor. Videoda ko'rganingizdek, men o'g'limga aynan shu kitob asosida bir kunlik ratsion tayyorladim. Bu kitob ovqatlanish bo'yicha mutaxassis nutritsiolog tomonidan ishlab chiqilgan. Agar siz qo'shimcha ovqat boshlayotgan bo'lsangiz yoki allaqachon boshlagan bo'lsangiz, nima berishni bilmayotgan bo'lsangiz, bu kitob sizga juda ham katta yordam beradi. Kitob bo'yicha Beauty Licious profiliga murojaat qilishingiz mumkin.